chiqadi va takroriy lavha namoyish etilsa biz ham xulosa berish imkoniyatiga ega bo'lamiz. Ofsayd bormi yoki yo'qmi bilmadim adresh, lekin marshning harakatlari top darajada bo'ldi. Bitta ko'rib qo'yamiz, shu joydagi kurash, top chiqib ketmagan edi. Oxirgacha Ibrohim Halil Yo'ldoshev o'ynashi o'yin masalasini hal qilyapti deb bemalol ayta olamiz. Alisher Oddilovdan pas. Ofsayd yo'q ekan. Xayrullo aka menimcha boshqa masala qo'liga to'p tegdi degan ma'noda e'tiroz bildirdi. Iskandarovich juda ham xotirjam tarzda to'pni to'xtatdi, menimcha tegmagan. Qo'liga tegmagan. O'yinga hali qizil yoki sariq bo'ldi-ku, kep oyog'i tekkan. Shunga o'xshash. Mana bu plan ko'proq oydinlik kiritadi. Hech qanaqa oydinlik kiritmadi. Baribir Iskandarovning tajribasi ham sezildi. Hakam VAR bilan suhbatlashyapti. Video asnet referi tizimidagilar bunday kadrni namoyish etishlari kerak. Hop. Bu baribir stop kadr kerak ekan. Kadrni to'xtatishlari kerak. Hozircha